Assalomu alaykum. Oybek polvon, zo'rmisiz? Yaxshimiz. Alloh rozi bo'lsin ishingizdan. Mana shu bugungi kursdoshlarimizni mana bugungi yig'ilishida mana shu taomlar tayyorlab bergan Oybek polvonga ham rahmat degan. Shashliklarda 50 gram shashlikni olib, Aha. chaqringizlar. Oybek polvon o'z vaqtida O'zbekiston chempioni, sport masteri mana Oybek polvon. Katta rahmat sizga. Kamtarin inson demak. Yaqinda ham to'ylarda mana kurashib yuribdi. O'zi 50 ga kirdi, lekin hali ham kurashyapti. Oybek polvon gap yo'q. Charchamang. Charchamasizlar. Barcha bizni ko'rib turgan YouTube'dagi kanaldagi o'rtoqlarim charchamangizlar hamma. Zo'r bo'lsin. Bugun Dehqonobodga kelganmiz. Surxondaryo bilan chegara. Dehqonobodda mana bu bozor aka mana kursdoshimiz. Ham bu kim edi men hozir o'tib ketgan Siroj. Mana bu do'stimiz. Charchamang. Mana bugun juda zo'r tadbirlarimiz bo'lyapti, mayafka bo'lyapti. Bozor tog'a bir narsa deng. Mana biz akamiz bo'ladi. Shashlik pishiryaptilar. Assalomu alaykum. Oybek polvon bu Qarshidagi G'ijduvon shashlikdan ham zo'r pishiradigan shashlik purishda bu kishi. Asli Qashqadaryo shashlikchilari shu Oybek akadan o'rgangan shashlik pishirish. Rahmat. Mana bu Kavrak federatsiyasi raisi Ahmad polvon bir narsa deyaring endimi do'stlarga? Endi konsert do'stlarga ham ishiga omad. Bundan keyin ham sabrli bo'lsin, mehr-oqibatli bo'laylik. 2000 yildan beri 5 yil Afg'onistonda bilan ishladim. Bizning konsert ishlarida kelgan birinchi yil Afg'onlar. Ana shundan beri mana plantatsiya qilyapmiz, mana plantatsiya. Mana kavraklar, mana. Kimga kavrak ko'chat kerak bo'lsa, urug' kerak bo'lsa, kavrakning chista pichog'i kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaversin. O'zimiz hosilini olamiz, o'zimiz Hindistonga eksport qilamiz. Hech qanday muammolar yo'q. Kimga yordam kerak bo'lsa, rahmat Ahmad polvon. O'z vaqtining, o'z davrining 96-97-yillarning o'zining polvoni Ahmad polvon bilan men gurung qildik. Endi hozirgi yoshlar bu inson tanimasligi uchun Ahmad polvon sizga rahmat. Doim omadingizni bersin. Kavrak bo'yicha va O'zbekiston bo'yicha yetkazib beradigan inson Ahmad polvon. Charchamang Ahmad polvon, jonlari sog' bo'lsin. Rahmat sizga. Yashang. Bugun zo'r o'tiribmiz. Assalomu alaykum. Men bugun Orifxon Eshonboy bilan mana bir davradamiz. Kursdoshimiz akamiz. Bizni mana shu birga bir o'qiganmiz akamiz, bizdan katta kursdosh. Men Rashid aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Orif aka, bugun kurashdan qoldingiz, uzr endi bizadi debdi. Qoldi Husan aka. Urishmaysizlar. Bugun Zohid polvon chiqarib men o'rnimga. Rashid aka, tilaklaringizni bildiring mana bu davrda. Xudojon, avvalambor sog'lik bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Polvonlarga kuch-quvvat tilaymiz. Mana shunday yaxshi kunlarda hammaga nasib qilsin. Mana kursdoshlar bugun yig'ildik, o'tirdik, hammamiz. Mollarni ham oling. Mana. Ko'ryapsizmi mana? Bu biza bir og'aylar mana Surxondaryo chegarasida o'tiribmiz. Chegarasida o'tiribmiz. Har doim mana shu Orif polvonni el ardog'idan qolmasin Eshonboyimiz. Eshonboy nasib bo'lsa shu har doim bizga boshchi bo'lib yuraversin. Shugun shu kursdoshlar deb hamma narsadan kechib keldilar. Kurashlar zo'r bo'laversin. Qashqadaryoda oldi bo'lib chiroyli polvonlar chiqaversin, biz xursand bo'laveramiz. Rahmat akalar, jonlari sog' bo'lsin. Omad tilaymiz. Aka, assalomu alaykum. Men Odil polvon. Oston Chulipni parasi. Aha, yashang. Odil aka, tilaklaringizni bildiring. Nima deying, hammaga omad tilaymiz. Mana shunda mayapga kelish hammaga nasib qilsin. Karollev birdamligimiz abadiy bo'lsin. Aka-ukachilik, oshnachilik hammaga omad tilaymiz. Yashang Odil aka, sizga ko'paylik. Sizga ham rahmat. Orif aka baribir legendasiz, bilib qo'ying, lekin bugun siz aybdorsiz, to'yga bormadingiz. Ismoil, orqaga qo'ng, orqaga qo'ng.
Qayerga qo'yasiz? İsmoil do'st, charchamang. Mana bugun kustoshlar davrasida bir tilak bildirib yuboring. Assalomu alaykum. Kustoshlar yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Mehr oqibat yo'qolmadi. Samigalar shu. Mehr qochdi, shu gap. Mana bu 3-chi davramiz. Ha, Orif aka, isham bu. Kurash hakami. O'zbekiston bo'yicha isham bu o'zim qo'shilaydi. Mana davra yana tashkil qilyapmiz. Sal issiq bo'lib qoldi. Mana bugun 12-aprel. Isham bu ayding. Isham bu orqaroqqa haydashingiz kerak. Ha, isham bu. Ha, isham buamiz bugun to'yga ham bormadi, bakovullik ham qilmadi. Biz qochinglar. İşte bu game gapi. Zo'r odam. Mana endi 3-chi joyga ko'chishimiz. Qayerda soyamiz o'sha yerga ko'chyapmiz endi. Xafa bo'lmaysizlar. Kustoshlar. Mana kustoshlarda 30 yil bo'lganda bularni 30 yildan beri o'tirib keladi bular. Eshonboy boshchiligida mana Odil aka boshchiligida 3-chi ko'chishimiz haqiqatan Ismoil polvon mana. Rashid aka bormi yo'qmi? Rashid aka. Joni sog' bo'lsin aka. Sog' bo'linglar. Akam gap yo'q akam. Bizni mana shunday yig'ib, mana shunday davralar tashkil qiladigan akamizda bu ham. Yigitlar ketyapti, narigi tomondagi davrani hozir bu tomonga ko'chiramiz. Ko'chiramiz hozir go'shtlar, hammasini. Roj do'stim, zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zo'rmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Kayfiyatingiz qanday? Zo'r, o'zingiz yaxshimisiz? Eshonboy yonlarida turib bir tilak bildiring do'stlarga va qarang va odamlarga qarang. Eshonboy orqasini ochib qo'yibdi. Tilak bildiring. Hamma sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Hammaniga yaxshi kun bo'lsin, yaxshi kunlar boraylik. Mana shu Ahmad do'stimni ham omadini bersin. Sog' bo'ling. Mana Ahmad polvonni qo'ylari yurtdi mana. Mana shu yigit ham xizmat qilyapti. Endi nasib bo'lsa, hammani omadini bersin. YouTube kanalimizni ayting. Kanallarda nasib bo'lsa, omadlari. Voy boyo, deydi-ku. Eshonboy. Ey Eshonboy. Bu davrani qayerdan topsa bo'ladi? Kansoy Surxondaryo chegara. Ay yasha. Chakchakboz. Ay yashang. İzlab topolmaydigan davralar mana shu yerda bo'ladi-da. Mana bu qarang. Yursangiz mana yer Machay. Aha, ayting. Shunda ikki tovoqqa uchrashgan dahshat joy Machay. Mana Ahmad polvonni qo'ylari yurtdi mana ko'rsin. O'z davrining qiroli Ahmad polvonnikida o'tiribmiz.